Ko'cha sovuq, balkon. Nima qilyapsiz bu yoqda siz? Men tushunmayman. Muzlab qolgan bu. Daryodan aylanasizlar ham endi. Opa. Opa. Skori chaqirdim, skori ham kelyapti. Biror kishi to'xta ham demaydi, ko'rib turishibdi-da. Havo sovuq, qo'lim qaltirashini qaranglar. Opa. Ha, skor chaqirdim. Qarab turing, yordam bo'ladi. Men shu yerdaman, ha. Qarab sovuq bo'ladi-da. Bilmadim, chiqsam agar yotgan ekanlar yo'ldan. Sabr ham jirasizmi? Assalomu alaykum. Siz Sabr ham jirasizmi? Qayerga borasiz? Sabrga ketaman. Ha, uyga ketaman. Qarang aka. Qarab turing, suv quyiladi hamma. Nima bo'ldingmi? Turing, nafas olyaptimi? Bo'yniga qo'l. Ha, nafas olyapti. Ha, xodim. Nima qilamiz? Ko'tarib olib kiramizmi? Ichkariga muzlab qo'yganmi? Opa muzlab qo'ygan. Eshitmayapti ham hech. O'zi ayol kishi. Bilmayman. Tushunmadim o'zi. Yo, issiqroqda baribir. Skori chaqirdim endi, bilmayman. Lablari ham muzlab qolibdi. Hozir holat bo'yicha tushuntiraman. Men ko'chaga chiqqan paytimda, men bu yoqda paketda turganda men o'yladim, kimdir musorni chiqarib qo'yganmi deb olmoqchi bo'lib kelsam, agar qarasam ayol kishi yotibdi. Ayol erkak bilmadim. Oldin kelsam ayol kishiligini aniqladim. Keyin ushlab ko'rsam agar sovuqda qotib qolgan, lablari ko'karib yotibdi. Mana skor ham kelyapti. Lekin menga hozir alam qiladigan narsa, shuncha yo'lda mashina o'tyapti, men bu yoqdan kiriladi, Men bu yerda o'tib ketdi. Men ichkarida. Biror kishi to'xtagani yo'q, so'ragani yo'q. Agar men chiqmaganimda bilmadim, bu opa muzlab qolardi menimcha. Mana men bu yoqda. Короче, men chiqsam, men bu yoqda bitta opa o'tgan ekan, muzlab qolganda, men bu